O'xti, kiyimlarim to'y bo'lib olibsizmi? Buni xotin olib bergandan keyin mana shunaqa bo'ladi-da. Ha, bu chiroyli kiyimlari qayerda olinganini bilasizmi o'zi? Men o'zimni yeb, bog'ini surishtirmagin, maqolaga amal qilaman. Bilmasam, xo'p, aytchi qayerda olingan ekan? Proyuz yonidagi kilozni eshitganmisiz? Yuring ichkariga kirib davleniyasi chiqaraman. O'zimga ko'chaga kiygani, uyga kiygani. Bitta akamga olaman. Bitta ukamga olaman. Dadamga shundan olaman. Akamni bolalariga. Opamni qizlariga. Bu yog'ini videoga olmang. Oladigan narsalarim bor hali. O davleni ham chiqaryapsan men. Kim to'laydi? 20 ta narsa bo'lsa 50 mingdan 1 million so'm pul bo'lib ketadi-yu. Davleniya chiqaraman deganmadim. Qachon xavotir olmang, narxini eshitsangiz davleniya tushib ketadi o'zi. Bo'ldim, davleniya tushib qoldimi? Davleniyamni o'ta joyiga keldi. Narxni eshitdi, davleniyam sirаз pasayib ketdi, joyiga tushdi-da. Haqiqatan ham kilouz degancha bor ekan, kiloda ekan narxi. Shuncha narsa oldik, donaga hisoblaganda где-то 25 ming so'm, 30 ming so'm, 15 ming so'mdan to'g'ri keldi. Kevor o'rish kerak, mahsulot kerak bo'lsa, ovora o'rish kerak.